Qadrli do'stlar, bugun sizni bizlar uchun eng sarakiy qo'shiqlarimizni arg'umon aylash maqsadida estradamizning yorqin yulduzi Xushavoz xonanda Instagram, YouTube platformalarida minglab, millionlab muxlislarga ega bo'lgan ijodkorimiz o'zbegimizni, tojikimizni qalbidan birdek joy olib kelayotgan Xushavoz xonanda Zavqiddin Bekturopov bugungi oqshomimizning aziz mehmoni bo'lib turibdi. Davramiz markaziga mikrofonlarimiz qarshisiga Xushavoz xonanda Zavqiddin Bekturopovni chorlaymiz. Siz azizlarga yana bir bora to'ylar muborak bo'lsin. Yoqimli shara tilab qolamiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, aziz yurtdoshlar. To'ylarimiz bo'lsa hamdulillohimizga kelinglarga baxt, saodat tilaymiz. Allohimdan farzandlar so'raymiz. Farzandlarning to'ylarida mana shunday chiroyli yig'ilishib o'tirib xizmat qilish nasib qilsin. Kelgan mehmon-mezbonlarga mana shunday yaxshi kunlar, yaxshi to'ylar qilish nasib bo'lsin. Albatta hammalaringizga yoqimli shara, yaxshi kayfiyat tilaymiz. Qo'shiqlarimiz siz azizlar uchun o'rnatilgan. Yonginamdan o'tib ketibdi, qo'limga bir kitobni tutib, taqdirimni bitib ketibdi. Men umrni ko'rmay qolibman, yonginamdan o'tib ketibdi, qo'limga bir kitobni tutib, taqdirimni bitib ketibdi. Hatto yuzim bir